shuhrat medali bilan taqdirlanganlik faoliyatimizni yuqori baholaganligi namunasi sifatida baholasak bo'ladi. Arxeologiya sohasi bu jamoaviy fan hisoblanadi, chunki bu hamkorlikda olib borilayotgan tadqiqot ishi. Shu nuqtai nazardan bugungi mukofot institut jamoasi uchun va bu madaniy merosni ilmiy o'rganayotgan, uni targ'ib qilayotgan va xalqaro miqyosga chiqarayotgan mutaxassislar, olimlar uchun bir e'tirof sifatida baholashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi yillarda madaniy meros sohasida, xususan arxeologiya sohasida juda katta e'tibor berilyapti. Buni biz birgina Samarqanddagi arxeologiya instituti misolida ham ko'rishimiz mumkin. Umuman keyingi yillarda institut to'liq xalqaro darajada ta'mirlandi va hozirgi vaqtda zamonaviy tadqiqot qurilmalari orqali tadqiqot ishlarini olib borishda barcha shart-sharoitlarga ega institut sifatida e'tirof etishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda institutda shu yer qa'rini tekshiradigan GPR uskunasi, magnitometr uskunasi, lidar uskunasi kabi turli xil asbob uskunalar borki, bu tadqiqot natijalarini yangi bir bosqichga olib chiqish imkonini bermoqda. Biz respublika hududida olib borilayotgan qazishlar jarayonida toj davridan tortib to o'rta asrlargacha bo'lgan juda ko'plab yodgorliklar olib olgan qazishmalar yangi ma'lumotlarni olish imkonini bermoqda. Xususan birgina agar Samarqand viloyat misolida olib qaraydigan bo'lsak, Qo'shrabot hududida yangi tosh davriga oid yodgorliklarning aniqlanishi yoki oxra bilan bezatilgan qoyatosh suratlarining aniqlanishi yoki o'sha ilk temir davriga oid yoki undan keyingi davrlarga oid yangi yodgorliklar yurtimizda ko'plab oldin noma'lum bo'lgan tarix sahifalarini ochish imkonini bermoqda. Bularning barchasi muhtaram prezidentimiz tomonidan umuman ilm fanga, madaniy merosga, xususan arxeologiya sohasiga juda katta e'tibor berilayotganligini ko'rsatyapti. Bu e'tirof, bu mukofot biz uchun bir yuksak ishonch bilan birgalikda biz zimmamizga bir yanada mas'uliyat yuklaydi va biz olimlar o'ylaymanki yanada barcha kuchimizni, barcha mehnatimizni safarbar qilib, shu tariximizni yangi jihatlarni yoritish va uni butun dunyoga targ'ib qilish uchun bizga kuch beradi. Buning uchun biz prezidentimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz.